hozirgi vaqtda butun dunyoda insonlarni ongi va mafkurasi uchun, ularni fikri, g'oyasi uchun kurash ketyapti. Biz faqatgina bobolarimiz haqida aytib, ularni qilgan ishlarini, tarixni bir rakursdan emas, balki boshqa rakursdan ko'rsatish va buni nafaqat maktab o'quvchilari, balki kerak bo'lsa shu bog'chadan ularga tushuntirish bo'yicha g'oyani ilgari surdik va ildiz to'plamini yaratdik. Ildiz bu qadriyatlar ildiziga yo'l bir shior ostida o'sha bizni faxrlanadigan, biz bilgan bobolarimizni bolalik siymolari. Ya'ni u yerda Amir Temur bobomiz, ular sarkarda bo'lib tug'ilmagan, ular sarkarda bo'lib tarbiyalangan, mana shungacha yetib kelgan. Shuni bir jarayonini ularni misolida ko'rsatib berish yoki Ulug'bek, Alisher Navoiy, Imom Buxoriy bu insonlarni bolaligi qanaqa o'tgan? Mana shuni bolalar tilida, sodda ko'rinishda va rangli kitob shaklida biz ishlab chiqdik va bu yerda bu yosh ijodkorlar, illyustratorlar o'z faoliyatini olib borishdi va buni yana quvonarli jihati aynan bu to'plamga biz animatsiya, sun'iy idrok imkoniyatlaridan foydalangan holda shu kitoblarning animatsiyasini ham ishlab chiqqanmiz. Maqsadimiz har bir insonga, har bir yoshga kuniga kamida 10 daqiqa kitob o'qishlariga imkoniyat yaratib berish. Aynan O'zbekiston 2030 strategiyasida kitobxonlarni 5 millionga yetkazish maqsadi ham shu sababdan qo'yib berilgan.